Guzali Bola qishlog'idan dasturimizga murojaat qilgan Xolboy aka mana 3 kundirki shaxsiy avtomobilini topolmay ovvora. Xolboy aka mashinasini aynan mana shu yerga aeroport stoyankasiga qo'yib ketganligini ma'lum qildi. Biz voqea joyiga yetib keldik. Xolboy aka, o'zi voqea tafsilotlarini o'zingiz gapirib bersangiz. Xo'p, men qishloqdan kelganman. Mana shu shaharda taksi qilaman. Aeroportga keldim. Chet eldan mehmon keldi. Shuni kutib olgani keldim. Endi mashinani qo'ydim. Kutib olgani borsam, qaytib kelsam, mashina yo'q. Yo'qotib qo'ydingiz. Yo'qotib qo'ydim, bilmadim qayerga ketdi. Qayerga qo'yganingizni eslolmayapsizmi yoki? Yo'q, aniqrog'i eslolmayapman desa ham bo'ladi, shunaqa. Avtomobilingiz qanaqa edi? Rangi, markasi, rusumi? Nexia, oq Nexia 2, shunaqa. Ba'zilar Nexia 2 legenda deyshadi. Xolboy akaning holatida esa u naqd boshga balo bo'lib chiqdi. Xolboy aka singari avtoturargohga kelib, avtomobilni qo'yib, ishi bitgach, o'z mashinasini qayerga qo'yganini eslolmayotganlar yana bormi? Ushbu savolga javob topish uchun biz mikrofonni boshqa haydovchilarga ham tutamiz. Bo'lgan. Naqd 2 soat qidirganman. Mashinam boshqa stoyankada bo'lgan ekan. Ha, bo'lgan. Katta avto parkovka joylarda bo'lgan stoyankalar. Odatda siz o'zi avtomobilingizni qayerga qo'yasiz? Har doim o'zi bir joyga qo'yaman. Qayerga qo'yasiz? Qayer bo'sh bo'lsa shu yerga qo'yamiz. Yo'q, unaqa bo'lmagan-u. Qo'yganman, keyin boshqa mashinaga kelib chiqib olganman, almashtirib qo'yganman. Javoblardan ko'rinib turibdiki, Xolboy akaning qayg'ulariga sherik bo'lganlar kamchilikni tashkil etmas ekan. Demak, avtomobilni avtoturargohga qo'yib, keyinchalik qayerga qo'yganini eslay olmayotganlar ancha-munchani tashkil etadi. Xolboy aka nima bo'lsa ham sizning avtomobilingizni topishimiz kerak. Uni alohida belgilari, signalizatsiyasi yo'qmidi? Uni signalizatsiyasi yo'q edi-yu, lekin bitta narsa aniq edi, hozir esladim. Xotinim ichida edi. 3 kundan beri xotiningiz avtomobilning ichida turibdimi? Menimcha shunaqa. Unda telefon qiling, lokatsiya tashlasin, topib olamiz qayerdaligini. Telefon qiling hozir. Shu esda yo'q. Alo, Zanak. Lokatsiya portal. Tez bo'sh. Dasturimizga murojaat qilgan yana bir insonning mushkuli oson bo'lganidan ijodiy guruhimiz bilan bag'oyat xursandmiz. Demak, Xolboy aka mashinani emas, mashina Xolboy akani kutib turgan ekan. Parviz Fattoyev, Sherzod Abdullayev, Behruz Hamroyev Pista News uchun maxsus tayyorlandi.